Dostlar, bugungi obzorumizda 18 sotik yerga joylashgan toza qurilgan yer joy bo'ladi. Hovlimiz katta qilib ishlangan, ko'rib turganingizda kirganimizda shunda katta pajani xod bo'ladi. Ko'tarma pol qilingan, pol patologlar toza qilgan, toza yaqinda solingan joy bu do'stlar. To'q montajlar ham shunda yevro montaj qilingan. Bir отделкасы qolgan faqat. Kirganimizda o'ng qo'limizda katta bir mehmonxonasi bo'ladi. Ataplinalari ishlangan, pol patolog toza qilgan. Ko'chaga qarab oynalari bor. Etiyoji gungaybesh ham qurilgan. Mehmonxonaning kirgan yerda bo'lgani yaxshi. O'ng tarafimizda zaldan chiqqanimizdan keyin chet tarafimizda ayollar uchun yana bir katta zal bo'ladi. Berimiz mana отделка tayyor, to'q montajlari hammasi ishlanib turibdi. Ko'chaga qarab oynasi bor. Oynalari 100% sifatli plastik akvadan bo'ladi. Jaluzi perdelar ham bor. Bundan keyin bu tarafga kelganimizda mana shunday katta daloni bor. Bemalol. Mana keng. Xalasanglar bu yerda yana bir mehmonxona qilib, bu tarafimizni sifatli qilsalar ham bo'ladi. Arqa tarafga qarang, ekin oynasi bor, pol patologi tayyor, o'zi malyarka tayyor bo'lib turibdi. Eng to'rda mana shunday bir xonasi bor, spalnisi. Yerimiz ham kengishlik, toza joy bir. Ko'chaga qarang oynasi bor. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol kelib ko'rib, egalar bilan savdolashib olsanglar bo'ladi. Narxi bunday qimmat emas. Aytilgan bahasidan ham kelishib, chiroyli narxlarda olsanglar bo'ladi. Bu tarafimiz orqaga chiqish eshigi, bu tarafimiz oshxonasi bor. Oshxonamizda ham oynasi bor, katta. Gaz kelib turibdi, ataplinlar qilingan. Oshxonaning ichidan sanuziga mana o'rin qoldirilgan, suvlari, kanalizatsiyalari hammasi ishlangan, palonlashtirib qo'yibdilar sanuziga. Faqat shu отделканы ishlab olsanglar bo'ldi. Arqa tarafdan tanishtiraman. Do'stlar, joyimizni ko'rib tanishib chiqdinglar. Florlar ham yaxshi, yomon emas. Отделкасы qolgan, отделканы ishlab olsanglar ajoyib joy bo'ladi. Zo'r yerda joylashgan bo'ladi. Yer maydoni 18 sotik. Bu tarafda xonalar soni kam desanglar, hatto'mda yer ham bor. Bemalol solib olsanglar bo'ladi. Eng muhimi gaz bor, gazdan muammo yo'q. Arqa taraflarni ham ko'rsataman. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Yerlar ham yaxshi. Mevali daraxtlar egilgan. Mana shu yo'lak bilan arqa yo'lakdan bu teraklikkacha 18 sotik bo'ladi. Yer maydoni katta. Bemalol mol, qo'y boqaman, dehqonchilik qilaman degan aka-ukalarimiz uchun ajoyib taklif bo'ladi. Tandirlari bor. Agar vodoprovoddan muammo bo'lsa, mana yer kran ham tashalgan, bemalol ishlatishingiz mumkin. Hech qanday suvdan muammo bo'lmaydi, oqar suvdan ham muammo bo'lmaydi. Salmoqqa tez-tez suvlar kelib turadi ekan. Narxlar ham chiroyli narxda bo'ladi. Adreslarni to'liq tushuntirib o'taman. Do'stlar, manzilimizga kelsak, manzilimiz Ellikqal'a tumani Navoiy ofisi bo'ladi. Oldingi nomi ko'pchilik biladi. Bag'yob aholi punkti 232-joy deyilgan, lekin hozirda Yoshlar ko'chasi bo'ladi. Ko'chalar ham ko'rib turibsizlar, keng, shpes tashalgan, chang emas, loy emas. Alt tarafimizda shunday keng otsiz bo'ladi. Vashi zo'r, pagodasi ham, boshqasi ham hammasi ajoyib. Bu videoni mana shunday Navoiy ofisidan joylaman deb turgan tanishlar tashlab o'rab qo'yasizlar. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Narxına kelsak, narxini egalari 35 ming dollar aytib turibdi. Bu qatib qolgan narx emas, bemalol kelib ustida savdolashib, tortishib, talashib olsanglar bo'ladi. Masalan, nomerlar telefon etsanglar, o'zlarimiz kelib ko'rsatamiz, yo bo'lmasa o'zlari egalari bilan uchrashtiramiz, kelib ko'rsanglar bo'ladi. Bo'ston 4 km yo'lidan shu ko'pirdan kirib kelganingizda Navoiy ofisiga kirish bo'ladi. Ana shunda tekis asfaltdan kirib kelganingizda chap tarafimizda ko'cha bo'ladi. Orientir, samoygini orientir etib olsanglar bo'ladi, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat.